5 oy bitta parhez qildim. Undan keyin kechqurun ozgina go'sht qo'shishni boshladim. Kechqurun ovqat yeb bo'lgandan keyin yana oldingi ovqatni yeyim keladi. Yana bir tarelkamga olaman, yer yong'oq solaman, qovoqni urug'ini solaman, ozgina mayiz solamanda, shuni olib yeb o'tiraman-da. Chunki ilgari buni ovqat deb hisoblamasdik-da. Aman 5 oy shu ovqatni yegandan keyin hozir o'zimizni har doimgi ovqatga nisbatan mana bu men uchun ovqat bo'lib qoldi-da. Qiziq, men shularni yesam to'yaman-da. Chunki mayizda, turshakda, boya yer yong'og'ida eng oqsili ko'p yer yong'og'i ekan. Yer yong'og'ida yoki o'zimiz gretskiy anaqa yong'oq deymiz, ana shu yong'oqlar eng foydali-da. Tanaga shunday o'zi so'rilib ketadi. Yana bir yo'l yana bitta narsa aytib ketish yerda. Har bir hujayra, uni ichida bitta hujayra bu bitta zavod, fabrikada edi. Shu har bitta hujayrani ichida o'zini fermenti bo'ladi. Shu hujayrani eritib yuboradi ekan. Tabiiy mahsulotlar issiqlikda nima deydi, obrobotka qilinmagan mahsulotlar, ya'ni qovurilmagan yong'oq, qovurilmagan yer yong'og'i, qovurilmaganlarning ichida o'zini o'zi hazm qiladigan fermenti bo'ladi.